Bolajonim. Hindistondan kelyapti bolam. Professor bo'lib. Ota, qo'yib qo'yingizni o'ylang. Jinimisan turuningda nimani olyapsan? Duoyimni ol jinni. Kechiring, hay. Voy bolajonim ey. Ha turqing qursin, ishtaning qani? Samolyotda ichim ketib qoldi ona. Chiqyapti. Yo ishtoningni jinni. Tumsu pyari kis. O'g'ling peshonasiga nima chizib olgan? Sindur. Gadoyboy o'g'lim yaxki. Ota, endi mening ismim Gandini. Nima deding? Gandini. Lekin o'rtoqlarim Gandu deb chaqirishardi. Sizga qaysi biri qulay, ota? Bu Gandini. Bitta zo'ri bor qulay, lekin uni ayta olmayman-da odamlar oldida. Tur oyog'ingga narsa kiygan. Gilamni kir qilasan. Qorayib ketgan oyog'ing bor yo'qol. O'char sendirni, o'char. Xoli. Eski bashara nima qilyapsan? Oyijon, bugun xoli bayrami. Oy chiqquncha hech narsa yemayman. Au eruvchi tutiladi-ku. Mana uni boshingga taqquncha ishton teg'otinglar. Quridimi? Qo'shni! O qo'shni! Sani o'g'ling Hindistonda vrachlik o'qigandiku, ha? Aha. Nasibullo qassob mazasi qochib qoldi. Bitta ukol qilib qo'ysa? Hozir. Dilimi nima metdimi? Gandina. Ha, Gandini. Bor akangni ukol qilib qo'y. O'g'ling qachon keladi? Mazam bo'lmayapti mani. O'zcha qincha kino qilyapti bu Amerika shayx. Sen o'zi qaysi kalla bilan Hindistonda o'qitding buni? Qayerdan bilay zo'r mutaxassis bo'lsa kerak debman-da. Surqishini qara, o'ladi o'zi qassob. Ay, Gandini odamga o'xshab yur. Hay dadasi. Hamsiyanizni kelin tug'ayotganimiz. Gandiga ayting to'ldirib bersin. A Gandi o'g'il bola-ku. Meditsina hech qachon ayol erkak tanlamaydi, ota. Chaqiring, tug'diraman. Ota, Rahul dunyoga keldi. Tirqin qilsin. Nimaga? Nimani? Ya, kimligimni kesmayapman, rost chiqaman.